أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما بعد biz o'tgan darsda tahoratni sundurgan ishlar ustida to'xtalgan. Bugungi darsimiz g'uslning farzlari va uning munosib ahkomlari ekan. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فرض الغسل المضمضة والاستنشاق وغسل جميع البدن. G'uslning farzlari og'iz burnini chayqash. Yuqorida tahoratning sunnatlari qatori sanagan o'sha ishni. Hozir farzlar qatoridan sanatidi. Nima uchun desa, tahoratda yuvish kerak bo'lgani yuzda. Birisilar mesela kurashgan vaqtimizda yuz turani tug'ab vaqtimizda shu qarab turadigan joy degan ekan, u og'iz burnining ichi, sirtqa qarab turadigan, ko'rinib turadigan joy bo'lmag'achqa uni yuvish farz emas degan. Lekin hozir men maqsad qilgani g'usl qilishda badanning hamma yerini yuvish degan ekan, shu og'iz burnining ichimi shuning ichiga kirib ketadi, yuvish lozim demoqchi. Va ghaslu jami'al badan, badanning hamma yerini yuvish. والفرق بينه وبين الوضوء أنه مأمور بغسل الوجه في الوضوء. Biz bayatının gap şu. Tartağan çağda yüzünü juyushga buyurilgan. Undan keyin og'iz bilan burnining ichi yuz doirasiga kirmaydi demoqchi. Wal muwajahatu la taqa'u bi batin al-anf wal fam. Og'iz burnining ichi bilan yuzlanish bo'lmaydi. Endi u yuzlanish bilan farqi va fil ghusli ma'murun bi tathhir jami' al-badan. Yuyungan çağda bedeninin hem yerine tazlaşık buyurulgan. Ondan keyin ağızning ichi ve burunning ichimi yuyishga buyurilgan beden qatoridan emas. Qala ta'ala va in kuntum junuban fattahharu. Va shu tahorat oyatida va in kuntum junuban fattahharu deb buyurdi. Yani junub bo'lib qolsanglar, to'liq poklaninglar, tozlaninglar. Tahhara degan bu yerda hozir tatahhara ortiqcha pokizlik qilishni ko'rsatgan bir tafa'ala vazni. Fayajibu ghaslu jami' ma yumkinu ghasluhu min al-badani. Undan ekan, yuyalaydigan o'rin bo'lsa, yuyish lozim bo'ladi. Og'iz burnining ichini yuyalagan ekan, yuyish lozim. Illa batinal ayni ala ma marra. Faqat lam ko'zning ichini yumsin bo'ldi. Yuqorida bu o'tib ketdi. Ya'ni ko'zning ichini yuyish mashaqqat ve zarar etkileşi mümkündür. Bihilafi batınil anfi vel femi. Yani bu közünün içi, ağız burunun içine okşamaydı. Haythu yumkinu gasluhuma. Bu ikisine yuyish mümkün. Jugul buludu. Ve la darara fihi. Hiç kanda ziyan kelmaydi onu yuyishdan. Feyecib. Ondan keyin ziyan bo'lmagan ekan, oyatda to'liq poklaninglar degan ekan, og'iz burnini chayqash lozim. وقد تأكد ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة. Bu hadisin rivayette inne tahta kull şa'ratin janaba deb kelgan. Har bir mo'yninki ostida janobat bor, junublik bor demoqchi. Ala faballu sha'ra wa anqul bashra. Ala degan diqqat qilinglar demoqchi. Diqqat. Çaşni namdanla ve anqul bashra. Bedenning shu terisinde, bashra degan teri tarafi. Bedenning butun sirtqi tarafini pokizlanglar deydi. Faballu sha'ra degan iboraning o'rniga faghsilu sha'ra deb kelgan. Lekin bu hadis hamda hasan darajasiga yetish kerak. Ve yajibu isalul ma'i ila usul ash-sha'ri ve athna'ihi fil lihyati ve ra's. Çaş sakalınınki arlıklarga ve tigi tarafiga suvni yetkizish lozim dedi. Yuqorida tahlil lahya degandek masalada o'tganda. İlla iza kana dafiratan lil haraj. Yani fi rivoya lil haraj. Yani bu mazhab imomlardan kelgan bir rivoyatda o'rimchach, dafira degan ayollarninki o'rimchach. Uyamchachmi deb qo'yamiz. Ayollarning o'rimchechi bo'lib qolsa, qiyinchilik bo'lib qoldi, chashni chuvib, yana uyab nima qilishga
qiyin bo'lib qoldi deb buni orliqlarga shu tegmay qolsimi mayli demoqchi. Fi rivoyat degan Hanifiy mazhabdan kelgan imomda bir rivoyat shunday ekan, yana bir rivoyatda shu o'rimchashning orliqlariga suv tekkizish lozim. Asnaihi fil lihiya deganki asnaihi Orliqlari arası. Bundan ki o'rimcha cho'mg'a ahvolda yuvish lozim, orliqlarga tekki suv tekkizish lozim. Wa sunanuhu an yaghsila yadayhi wa farjahu. G'usl qilishning sunnati ikki qo'lini va avratini yuvish. Demakamiz yuqorida farzi deganimizda g'usl jamiyal badan dedi. Endi g'usl jamiyal badan shuning ichida shu avratimiz yuvildi, boshqa najosat bor, badan bo'lib qolsa shuni yuvilgan bo'lgan ekan, g'usli shundan zada ham tuan o'lchamda vujudga chiqqan bo'ldi. Endi bu yerda ataytan avratini bir yuvib, qo'lni bir yuvitish sunnat demakchi. Wa yuzila najasata an badanihi. Badanda qanday bir najosat bo'lib qolsa, shuni to'liq tozalatish lozim. Hozir badani butun suv to'kishdan ilgari tozalatadi demakchi. Yani badandagi najosat masalan ya mani ya uningdan boshqa bir najosat bo'lib qolsa demakchi. Thumma yatawaddau lis-salah. Ondan namozga taratgandek tarat oladi. Thumma yufidu al-ma'a ala jami' badanihi thalatha. Ondan suvni butun badaniga 3 qatim to'kidi yoki quydi. Albatta namozga taratgan chog'da ikki putini yuvishni kechiktirib qo'ysin bo'ldi. G'usliga namozga taratgandek tartilib, undan keyin yuvishni sunnat edibqa. Butun yuvishni kechiktirib qo'yib, keyin g'usl qilib bo'lgandan keyin ondan yuvingan o'rinda suv bo'lishi mumkin, ya suv chasirishi mumkin. Ma tarafga chiqib turib, butni yuvdi deydi. Buni tartib bilan yeyish oldin qilma tahoratga so'zlangan sunnat. G'usl qilganda mush tartib bilan ele sunnat. Nima uchun desa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunda tartib bilan olgan. Bu sunnatlik shu yerdan keldi hozir. Ma'noda ishidagi ovoz bilan burnini chaqash farzlar to'g'risida. Lekin mayada namozning oldi sunnat, tahoratga sunnat debga agar burni bilan og'zini chaqmash shu tahorat avvalida burni bilan og'zini chaqmaydi. O shuni hisob qildi. Shu hisob. Deganlarni bu mazhabda tahoratda og'iz burni chayqashni farz demadi, sunnat degan. Lekin yuvinishda cho'qim chayqish kerak. Shu tahoratda chayqagan ekan shu hisob. Hakaza hukiya guslu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yuvingini mushunda rivoyat qilindi deydi. Yani hukiya deganni hozir bir xil ojiz siyg'a bilan bayon qildi. Hakaza varada guslu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam desak taxmin yaxshi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qanday yuvinganligi muttafaqun alayhi musayyidisi kelgan. Qalat Maymunatu yani zawj an-nabiy sallallohu alayhi vasallam أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يونش سوينة أكبادم غسلا دينا يوندغان سو فاغتسل من الجنابة شلون رسول الله صلى الله عليه وسلم جنابة يونده فأكفأ الإناء أكفأ ديgan qaçını dümkümtüde yaki qaçını sığayan qılıp sun töktü demek. Bishimalihi ala yamini sol qo'lidan tutib, o'ng qo'liga suv quydi. Faghasala kaffayhi ki alqının jude. Thumma afada al-ma ala farjihi faghasalahu. Ondan suvni avratiga quyib, avratini jude. Thumma mala biyadihi ala al-ha'iti aw ala al-ardi. Ondan iniştirmek için mali diye mesela koluyla da kolunu uzat iniştirir. Ya yagi tekkizde ya ki tamga deydi. Şu jünga orunda ya yagi kuruq topa ya nem boğan topu olsa şununla ya ki tamga tekkizde deydi. Fedelekeha şu tamını ya ki zeminini uğuladı. Uğuladı. Uğulaş. Mesela bir narsa juğan çağda uğulap juyumuzga uğulaş. Hazır mı şu tekkizgen kolu başka rivayette sol kolu. Sol kolu bilan avratini juda emasmi? Najosatni tozalagan ekan, sol qo'lni xuddi hozir biz sopini ishlatgandek tuproqqa suvab, to'p bilan ya'ni qayta tozalatgandek bir ahvol. Undan keyin hozir sopini o'rnida
Ha, so'pining o'rnida. Ana shu chaqda u so'pini nima yo'q. Shu banasidan biz qachonsak masalan to'plarni kullan judg'ashimiz ortiq shunga o'xshash. Nimaga so'l qo'lni to'piga tekkizib, ulab, texmo so'pindek foydalanib to'pidan pokizlamoqchi. Summa tamadmada wastanshaq. Ondan og'iz burnini chayqadi. Va ghasala wajhahu wa dhira'ayhi. Yuzini va ichki bilkini judi. Va afada al-ma'a ala ra'si. Beshiga suv quydi. Summa afada ala sa'iri jasadihi. Ondan qolgan badaniga suvni to'kdi. Sa'ir degan qolib qolgan qismi demakchi. Summa tanahha. Ondan bir chetga chiqib turib, nahiya deymiz-ku biz. Sha'ning bir tarafidagi bir jutni nahiya deymiz. Tanahha degan bir chetga chiqib turib, faghasala rijlayhi, butun judi. Ya'ni shu yungan o'rinda suv yig'ilib qolgan bo'lsa, ishlatgan suvlar, putiga chachirgan bo'lsa, shu o'rinda jumay matarafga chiqib turib, ondan putini chayqatdi demakchi. Wa yustahabbu ta'khiru غسل رجليه إن كانتا في مستنقع الماء. مستنقع الماء degan suv yig'ilib qolgan, ko'lchakda bo'lib qolgan, yo pattaqlab ketgan joy demakchi. Shunda o'rin bo'lib qolsa, ikki putini yuvishni eng oxirida yuvish. Kechiktirish mustahab. Chunki bir qatim yuvsa, yana bir qatim yumsi bo'lmaydi. Lima rawayna qaysades. Yuqorda ثم تنحى فغسل رجليه degan hadis shu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam junub bo'lib, suv yig'ilib qolgachqa, chetga chiqib turib, ondan chiqibdan yuvgachqa biz shunda qilish mustahab deymiz demakchi. Va taharruzan anil ma'il musta'mal. Yana shu yig'ilib qolgan joydagi suvlar ishlatilib bo'lgan suv bo'lgachqa, shundan saqlanish uchun taharruz saqlanish. Unda qilmoqchi bo'ldi. قال المصنف ويوجبه غيبوبة الحشفة في قبل أو دبر على الفاعل والمفعول به. Yani hazır bayan qilmoqchi bo'lgan masala g'uslini qaysi ishlar vojib bo'ladi, qaysi ishlar bo'lgan chaqda g'usli farz bo'ladi demoqchi. Yujibuhu g'aybubatul hashafati fi qubulin aw duburin. Hashafa degan xatni qilgan chaqda avratining old tarafiga terini kesib o'tadi. Erlarning avratining uch tarafi desak, shu avratning uchi boshqa biraylarning oldi avratga yoki orqa avratga kirib g'oyib bo'lishi bilan g'usl vojib bo'ldi. Ya'ni bu jima va shunga o'xshash ishlarni ko'rsatadi. Qubul aw dubur. Dubur desak, aqmaqat desak bu livat, bachchivazlikdek, manda qabih ish, fahishlikni ko'rsatadi. Alal fa'il val maf'ul bih. Fi'g'uchi va qarshi taraf har ikkalanga g'usl vojib bo'ladi dedi. Hozir bu odamda mesela shunda bachchivazlik yoki o'zining ayolidan boshqalar bilan zina qilish, billolash degan gapning gunohi haqida to'xtalmadimi? Biz fiqhni ta'rif qilgan chog'da nimdoq zahiriy amallarga qaratilib ketgan. Buning gunohi to'g'risida hech qanday gap qilmaydi. Mesela livatmi bu fahisha, qabih ish deb u to'g'riliq gap qilmaydi, lekin g'usl qilishning ahkomi ustida ham to'xtalib o'tadi. Aslida shuningni to'xtalib o'tishi muvofiqdir. Liqawlihi sallallohu alayhi vasallam idal taqal khitanani va ghabatil hashafatu wajabal ghuslu anzala aw lam yunzil. Chunki bu hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan. Ikki xatna uchrashsa, ya'ni xatna qilingan avrat uchrashsa demakchi. Xitanan degandan maqsad xatna qilingan avrat demakchi. Arablarda ayollarni xatna qilishimi bo'lg'achqa, bular xitanan desa, er va ayolning avratini ko'z tutadi. Idal taqal xitanan, er va ayolning avrati uchrashsa va ghabatil hashafa, erning zakarining uchi g'oyib bo'lsa, vajabal ghusl, g'usl vojib bo'ldi deydi. Ba'zi rivoyatda va tawaratul hashafa deb kelgan. Anzala aw lam yunzil, ya'ni mani etilib chiqsin, mani chiqmasin, g'usl vojib bo'ldi dedi.
قالت عائشة رضي الله عنها فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. من رسول الله صلى الله عليه وسلم bilan billa mush ishni qilib, ya'ni jima qilib, biz jungan deb mush shar'iy hukmni bayon qilib qo'yish uchun er va ayol o'tirdi bo'lgan ishni aynan so'zlab berdi. Dinni yetkazish uchun. Mush rivoyat hozir biz yuqorida bir qancha darsda Hanafi mazhabining kitoblarida ojiz rivoyatlar kelib qolishi mumkin, lekin bu shu mazmunda sahih hadis yo'qligini bildirmaydi deb takrorlab o'tgan. Masalan, shu masalaga kelgan mush rivoyatmi, mush lafz bilan ojiz bo'lishi mumkin. Lekin sahih Muslimda mush yaqin lafz bilan sahih hadislar bor. Masalan, "İza massal khitanul khitan" degandek, "İza jalasa bayna shu'abiha al-arba' wa massal khitanul khitana faqad wajaba al-ghusl" degandek sahih hadislar bor. Wa kaza fi ad-dubur. Oq tarafga ayol kishining bo'lsin, er kishining bo'lsin, oq tarafiga yaqin kelgan ahvoldimi o'xshash. لأنه محل مشتهى مقصود بالوطء كالقبل. Çünkü o mu odatda demaymiz endi. Ba'zi tabiati buzilgan kishilarningki nazarda shu yerga jima qilishni xohlaydigan, yoqtiradigan bir o'rin. Kalqubul, xuddi oldi tarafga o'xshash. Qandaysa shu tabiati buzilgan shunda odamlarning nazarda. Lekin sog'lom tabiatliklarda unda ahvol bo'lmaydi. ولقول علي رضي الله عنه توجبون فيه الحد ولا توجبون فيه صاعا من ماء. Buningda g'usl vojib bo'lmaydi degan kishilarga Hazrat Ali bunda raddiya berib ekan. Mushunda bachvazlik qilgan ya oq tarafga yaqin kelgan kishilarga belgilangan ig'ir jazoni berisizlar. Ig'ir jazo bilan jazolaysizlar shu kishilarni. Al-had degan shariat bekitib etgan ig'ir jazo. Bekitmagan jazoni ta'zir deymiz. Mesela qo'lni kesish, o'ltirish, chamma kesak qilish deganni had deymiz. Shunda ig'ir jazo berisizlarmi shu fahishiga? Wala tujibuna fihi sa'an min ma, bir sa, ya'ni 2,5 kilodek ya 2,5 litrdek shunchalik suvni ishlatishni vojib qilmamizlar deb e'tiroz bildiribdi ekan Hazrat Ali. Endi bu zinonimi Alloh taolo Qur'on Karimda ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. لواتمو قرآن الكريم ده أتأتون الفاحشة ده فاحشة ده أتده. Ondan Lut qavmininki fahish bilan shug'ullangan, ash ig'ir jinoyatni qilgan ash qavmni Alloh taolo ig'ir azob bilan jazolayotgan. Shaharni dumtirayotgan. Davom ekan, bu mushu fahishning ig'irligini ve ig'ir jazoga loyiq kelganini ko'rsatdi. So'ng ulamolar bachvazlik yoki livat jinoyati sodir qilganlarni ba'zilar kuydirib o'tiribmiz deydiganlar yoki igiziyatini tashlab o'tiribmiz deydiganlar mana ig'irroq usulda o'tirib jazolaymiz deganlar bor. Lekin buning jazosi shu Kitobul Hudud belgilangan jazo bo'limida bayon qilindi. Va fi ziyadat yajibu alal maf'ul bihi ihtiyata. Ziyadat degan kitobda asli maf'ulun bihi, ya'ni o qarshi tarafga, livatga qarshi tarafga g'usl vojib bo'lmaydi demakchi. Aslida shundaqda g'usl vojib bo'lmaydi, lekin ehtiyotan g'usl vojib deymiz degan qarash kelibdi. Endi u ziyodat degan qaysi kitob? Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhiningki bizga fiqhda yetib kelgan kitoblar yo'q. Ba'zi kitoblar mansub qilinsin, lekin Abu Hanifaning o'zining yozgan fiqhdagi kitoblari yetib kelmagan. Lekin İmam Abu Yusuf rahmatullohi alayhi bilan Muhammad ibn Hasan Shaybani rahmatullohi alayhining yozgan kitoblari yetib kelgan. Abu Yusufning kitoblaridan Al-Athar degan kitobi bor. Ondan Ar-Radd ala Siyar al-Awza'i, İxtilaf ibn Abi Layla va Abi Hanifa, Al-Kharaj, Adab al-Qadi, Amal al-Imam deganda kitoblar bor. Lekin Hanafi mazhabining asosli mazhab qarashlarini taqid qilsa, kitob yozib qoldirib mazhabni taqid qilsa Muhammad ibn Hasan Shaybani rahmatullohi alayhi deb qaraldi. İmam Muhammadningki zohiri rivoya yoki navodirda kitoblari ikki turga ayrildi. Bu kitobning hamda zohir rivoya degani noit ishonchlik degan rivoyatlar bor kitoblar. Navodir degan undan to'ndirib turdiganlari. Zohir rivoya degan kitobning ichida al-asl, buni al-mabsut deb ataydi.
الجامع الصغير الجامع الكبير الزيادات سير الصغير والسير الكبير مش 6 kitap كتب الظاهر رواية yani Hanefi mezhepte İmam Ebu Hanife'den şagirdi Muhammed bin Hasan Şeybani rivayet qilgan 2-lik rivayetler yazılgan kitaplar demek. Ziyadet degan mush 6 kitapning birisi. Hem Cami'ul Kebir deganni İmam Ebu Hanife'den o'zi bevosita rivayet qilgan, As-Sagir deganni İmam Ebu Yusuf rivayet qilgan, Siyarul Kebir, Siyarul Sagir degan shunda. Hem nima uchun mush kitap ziyodat deb atalgan? Cami'ul Sagirda bayon qilmagan ortiq masalani to'plab kitob qilganlik uchun ziyodat deb atalgan. Yani bu ziyodat nez bo'lgandan keyin yana ba'zi masalalar esikilib ziyodatuz ziyodat deb yana bir kitob yozgan. Yani o'sha zahir rivoyat kitoblari qatoridan İmam Muhammed bin Hasan Shaybanining Al-Athar, Al-Hujja ala Ahli al-Madina, İmam Malik mazhabiga raddiya berib yozgan kitob bu. Ondan İmam Malikning Muvatta degan hadis kitobini İmam Muhammed bin Hasan Shaybani rivoyat qilgan. İmam Malikdan bevosita anglab rivoyat qilgan. İmam Malikningki shogirdi. Burun İmam Malikning shogirdi bo'lgan. İmam Muhammed bin Hasan Shaybani. İmam Malikning Muvatta degan hadis kitobini nurg'un shogirdlar rivoyat qilgan bo'lsa, İmam Muhammed bin Hasan Shaybanining rivoyati eng shenglik rivoyat. Demak, Muvatta İmam Malikning Muvatta degan kitobini rivoyat qilgan kitob Al-Hujja ala Ahli al-Madina İmam Malik va Ahli Madinaga raddiya yozgan kitob. Al-Athar degan kitobmi shu kutubu zohir rivoyaga qo'shimcha qetiltirilgan kitob. Endi g'ayri zohir rivoya yoki rivoyatun nawazir degan kitoblar Al-Kaysaniyat, Al-Haruniyat, Al-Jurjaniyat ve ziyadatuz ziyadat bular kutubun navadir deymiz. Yani kutubun navadir bilan kutubu zahir rivoyaning ikki xil qarash chiqib qolsa, o'xshamay qolsa, zahir rivoya shu hisob bo'ldi. Demak, mishada ziyodat degan kitob hozir shu zahir rivoyaning qatoriga bir kitob. قال وإنزال المني على وجه الدفق والشهوة. Yani yuqorida jima va shunga o'xshash bir ishni qilib, mani chiqmagan ahvoldimi shu jima bo'lgandikilam usul vojib bo'ldi dedi. Endi bu yerda jima bo'lsin bo'lmasin, boshqa ishlar bo'lib qolgan bo'lsa-mu, shahvat bilan mani etilib chiqsa, dafq degan etilib chiqish. Mani etilib chiqsa, usul vojib bo'ldi. Li'annahu yujibul janabata ijma'an. Chunki manining etilib chiqishi hamma olimning ittifoqi bilan usul vojib qiladi. Demak, bu yerda hozir boshqa birisi bilan uchrashish ya jima degandek bir narsa bo'lmasa-mu, mani etilib chiqsa, qanday bir ahvolda, masalan, yolg'iz bo'lgan ahvolda, masalan, ya anonizm deymiz yoki jimadan tuvan ishlar bilan mani etilib chiqqan bo'lsa-mu, usul vojib bo'ladi. Fayajibul ghuslu bin-nas. Undan keyin mishada ghusli vojib bo'ladi. Qaysi dalillansa bin-nas, oyat bilan deydi. Oyat aniq deganlik uchun, nas degan aniq, ehtimolligi yo'q, bayon qilganlikdan demakchi. Masalan, fiqh kitoblarda hada nassun deymiz. Ba'zi dalillar bor, buningda ehtimollik. Shu mazmundan chiqib qoldigan yoki chiqmaydigan. Bu ehtimollik dalil bo'ldi, lekin nas degan hech qanday ehtimolligi yo'q, aniq shu masalada kelgan dalil demakchi. Hozir nas degandan va in kuntum junuban fattahharu degan mushu oyatni ko'rsatdi. Ya'ni junub bo'lib qolsangiz degan mushal inzal bo'lgandan keyin junub bo'ldi demakchi. Va sa'alat Ummu Sulaym radhiyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam anil mar'ati tara fi manamiha anna zawjaha yujami'uha. Ummu Sulaym radhiyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'rabdi. Sayyidga kelgan hadisda innalloha la yastahyi minal haqq فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت deb kelgan. Alloh taolo haqni bayon qilishdan oya qilmaydi. Ayol kishi ehtilom bo'lib qolsa, yuvinish kerakmi deb so'ragan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam idza ra'atil ma degan. Suvni ko'rib qolsa, ya'ni mani chiqqan ahvolda demakchi. Faqalat va tahtalimul mar'a ayol kishi ehtilom bo'lamda deb so'rabdi. So'nki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam taribat yadak Fabima yushbihuha waladuha. Ayol kishidan mani kelmagan ahvolda u ayolning tuqqan bolasi qandaqsiga onasiga o'xshaydigan ahvol bo'ladi. Cho'qim ayol kishidan keladi demakchi. Bu Sahihindagi hadis. Ummu Sulaym radhiyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'radi. Ayol kishi eri bilan jima qilib tush ko'rsa, hukmi qanday bo'ldi deb so'rabdi. Qala alayhal ghuslu idza wajadatil ma. Mani chiqqan bo'lsa, yuvinish lozim dedi.
Yani ayol kishi tush ko'rib, uyg'ongan chaqda kiyimida shu namlikni ko'rsa demakchi. Ya tara degan kurash mushada tushni ko'rishni ko'rsatadi. Walau kharaja la ala wajhi ad-dafqi wash-shahwa. Endi mani etilib chiqmadi yoki shahvat bilan chiqmadi. Kama ida duriba ala zahri masalan puchqa yoki dumbisiga qattiq urgan ahvolda, aw saqata min uluvin yoki igiziyatdan tushib ketgan ahvolda, aw asabahu maradun yoki birak kasallikka giribtar bo'lgan ahvolda shahvatsiz yoki etilib chiqmay shunda mani chiqib qolsa, yani shahvatsiz va etilib chiqmagan holatda mani chiqib qolsa, yejibul wudu dunal ghusl. Kichik tarat ilasi bo'ldi. G'usl qilish ketmaydi. Kama fil madi. Xuddi odatda mazi chiqqandek. Bu mazi etilib chiqmaydigan maniga o'xshash bir narsa. Fa innahu min ajza'il mani. Bu manininki bir qismi debdi. Demak, mazi chiqqan holda tarat ilasi bilan bo'ldi, g'usl vojib bo'lmaydi. Mani etilib chiqmasa yoki shahvatsiz kelgan ahvolda tarat ilasi bilan bo'ldi. Lakin lamma lam yakhruj ala wajhi ad-dafqi, demak bu mani hozir etilib chiqmagandan keyin lam yajibul ghusl. G'usl vojib bo'lmadi. Yani shahvat bo'lsa-mu, yani mazi chiqqan ahvolda shahvat bo'lishi mumkin. Masalan, bir narsani xiyol qilgan ahvolda, bir narsani o'ylagan ahvolda chiqishi mumkin. Undan keyin etilib chiqish bo'lmag'achqa shahvat degan narsa bo'lsa-mu, mazi chiqqan chog'da g'usl vojib bo'lmaydi demakchi. Yani her ikilisi tepilishi lazım. Etilib chiqish va shahvat. Thumma shartu infisaluhu an mawdi'ihi an shahva. Yani bir shartda yuqorida masalan ad-dafq degan bir shart bo'ldi, shahva sharti bo'ldi. Uchinchi sharti o'z joyidan, o'z makonidan shahvat bilan ayrilgan bo'lishi lozim. O'z makon degan shu mani paydo bo'lgan joy. Börek desak masalan, börekka o'xshagan shunda mani ishlab chiqariladigan, mani to'plashib turadigan joydan boshqaga qo'zg'algan chaqda shahvat bilan qo'zg'algan bo'lishi lozim. Lianna bidalika yu'rafu kawnuhu maniyan wa huwa shart. Chunki shunda ahvol bo'lsa, bu mani ekan deb bilalaymiz. Mani bo'lishi shartmish tushgan narsaninki, g'usl vojib bo'lishi uchun. Va endi Abu Yusufning nazarida khurujuhu anil udwa. Abu Yusuf g'usl vojib bo'lishi uchun badanning ichidagi mani to'plashib turgan joydan yutkilishda shahvat bo'lish kerak emas deydi. Lekin badanning sirtiga chiqishda shahvat bo'lsa, g'usl vojib bo'ldi deydi. Endi u ikkisining farqi nima? Ikkisining farqi, masalan, shahvat qo'zg'alib, mani o'z makonining qo'zg'alib, ma'lum bir yerga kelibdi badanning sirtiga chiqmabdi. Keyin shahvati pasayganda mani badanning sirtiga chiqqan bo'lsa, Imom Abu Yusuf shu badanning sirtiga chiqqan chog'da shahvat bo'lmagandan keyin g'usl vojib bo'lmaydi deydi. Lekin Hanifi mazhabidagi hisoblangan qarash yoki ikki imomning qarashi shu badanning mani to'plashib turgan joydan qo'zg'alishda shahvat bilan qo'zg'algandan keyin o'z makonidan chiqqandan keyin garchi badanning sirtiga chiqmagan bo'lsa-mu, g'usl vojib bo'laverdi. Keyincha shahvat pasaygandan keyin badanning sirtiga chiqsa-mu, lekin tigida o'z makonining qo'zg'alishda shahvat bilan qo'zg'algandan keyin g'usl vojib bo'laverdi demakchi. Endi Abu Yusuf aytdi, yo'q, badanning sirtiga chiqqan chog' shu hisob, badanning sirtiga chiqsa, yani shahvat pasaygan chog'da chiqqan bo'lsa-mu, hisobli. Anna hukmuhu inma yathbutu ba'da al-khuruj fa yu'tabaru hina idin. Demak, Abu Yusuf hozir badanning sirtiga chiqqan chog'da, shu chog'da shahvat bo'lsa, undan g'usl vojib bo'ldi demakchi. Lekin shahvat pasaygandan keyin chiqqan bo'lsa, g'usl vojib bo'lmaydi. İkisining farqi shu ekan. Qala wa inqita'ul haydi wan nifas. Hayz bilan nifasninki to'xtashimi g'uslni vojib qiladigan ishlardan. Amma al-haydu fa liqawlihi ta'ala hatta yattahharna bit-tashdid, tashdid bilan o'qilgan qiroat deydi. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhurna فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله degan mush oyatga hatta yadhurna degan ibora hatta yattahharna deb qiroat qilingan. Mushu mushaddad holatga kelgan qiroat dalil deydi. Qanday dalil? Vajil istidlal qilinishi. Mana min qurbanihinna
hatta yaqtasilna. Yuyungan kadar hayizdan saqayıp paklangan ayollarga yaqin kelish cheklangan deydi. Walaula wujubuhu lama mana'a. Yuyunish vojib bo'lmagan bo'lsa, unda to'sib Yunib bo'lgacha yaqin kelma degandiki, yuyunish vojibkan deb tushundik deydi. Wa amma an-nifasu fa bil ijma'. Nifas haqida nifasdan saqayganda yuyunish kerak degan aniq bir nas dalil yo'q. Oyatda, hadisda aniq ko'rsatmadi deydi. Lekin ulamolar birdek ittifoq keldi. Ittifoq kelishninki asosi nima desa, qiyos. Ya'ni hayzga qiyos qilish deb bor. Wa kaza yajibu 'ala al-mustahadati idza kamulat ayyamu haydiha. Hayz kunlarini tamamlab, mesela 6 kun hayz ko'rgan bo'lsa, 6 kunni tamamlagandan keyin hayzdan sirt yana xun kelgan bo'lsa, shunda kasal giribdi bo'lganlar, hayz kunlarini tamamlagan chaqda xuddi saqaygan odam hayzdan saqayib yunğanga o'xshash, shu xuni davomlashligiga ayollarmi yuyinishi vojib. Li'annaha fi ahkamil haydi kat-tahirat. Chunki bu hayz ahkamlarda hayzdan shunda tamamlangandan keyin pak ayollarga o'xshash hukmda bo'ldi. Qala wa man istayqaza birsi uyg'ondi. Fawajada fi thiyabihi maniyan aw madiyan fa alayhi al-ghusl. Kiyimida maniya mazidak shunda bir shaltaqliq desak bo'ladi. Unda bir kiyimi shaltaqlab qolgan ahon ko'rgan bo'lsa, fa alayhi al-ghusl. Yuyinishi lozim. Yuyinishi farz. Amma al-maniyu fa li qawlihi sallallohu alayhi vasallam kiyimida mani ko'rgan ahvolda yuyinishning dalili bo'lsa, man zakara hulman va lam yara balalan fala ghusl alayhi. Birisi ihtilam bo'lganligini aslida shunda bir ishni ko'rganda qilgandim deb, lekin kiyimiga qarasa hech qanday namlik, hech qanday bir nima bo'lmagan ekan, bu yuyinmaydi dedi. Va man ra'a balalan, endi kiyimida shunda bir namlikni ko'ribdi. Va lam yazkur hulman, lekin tush ko'rgan esi yo'q. Bu chaqda fa alayhi al-ghusl. Yuyinish kerak. Nima uchun? Balki bu unutib qolgan bo'lishi mumkin, shukrat. Wa amma al-madi fa fihi khilafu Abi Yusuf. Endi mazi masalasiga kelsak, masalan, kiyimida mazini ko'ribdi. Endi o'g'ongan chaqda kiyimida mazimi, u manimi farq etishi bir gap endi. Endi mazi deb ayirgan ahvolda Abu Yusuf boshqa qarashda. لأن المذي لا يوجب الغسل. Çünkü mazidga odatda uxlagan chaqda emas, o'yg'oq chaqda chiqqan ahvolda g'usl vojib qilmaydi. Kama fi halatil yaqda, o'yg'oq chaqda. Unda ekan uxlagan chaqdami g'usl vojib qilmaslik kerak deb o'yg'oq chaqqa uxlagan chaqni qiyos qilib o'tdi. Walana degan ibora bu istilohiy ibora. Nima degan bo'ldi? Bizning dalilimiz, ya'ni lana degani daliluna degan bo'ldi. Abu Yusufga qarata bizning dalilimiz anna zahira annahu mani. Ko'pincha ehtimol, ya'ni 90% buning maniligi ko'rinibla turdi, chiqib turdi. Qadraqqa suyulib qolgan, suyuqroq bo'lgan mani bo'lishi mumkin. Keyin ondan shu kiyimlikda bir namlik, ho'llikni shakllantirgan demakchi. Fayjibul ghusl ihtiyatan. Shuna ehtiyot qilib yuyinish lozim. Balki mani bo'lib qolishi mumkin. Wal mar'atu idha ihtalamat, ayol kishi ehtilam bo'lsa o'xshash. Walam tara balalan in istayqadat. Ehtilam bo'libdi, ya'ni tush ko'ribdi, lekin kiyimida hech qanday namlikni ko'rmabdi o'g'ongan vaqtida. Wa hiya ala qafaha. Endi bu ayollarning ahvolida sal tafsiliy bayon qilibdi. Ayol kishi wa hiya ala qafaha degan o'ng disqi uxlabdi ekan. O'ngda yetib uxlab tush ko'ribdi, lekin kiyimida hech qanday namlik ko'rmagan ahvolda yejibul ghuslu lihtimal khurujihi thumma audati. Mani chiqib, yana qayta yenib kirib ketgan bo'lish ehtimoli bo'lg'achqa yuyinish lozim. Ehtiyot qilib deydi. Lianna zahira fil ihtilam al-khuruj. Chunki ko'pincha ahvolda ehtilam bo'lgan chaqda mani chiqishi turganligi gap deydi. بخلاف الرجل لكن erkishlar unda emas. Fa innahu la ya'udu li dhiq al-mahal. Mani chiqqan ahvolda u sudik yo'li tar bo'lg'achqa qaytib kirib ketolmaydi. Wa in istayqadat wa hiya ala jihatin ukhra la yajid.
Mesela yan tarafını besip yatkan yoki dum yatgandek boshqacha bir xil yatgan bo'lsa, o chaqda nemlik ko'magan bo'lsa-mu, tush ko'rgan bo'lsa, o chaqda g'usl vojib bo'lmaydi. Qala va g'uslul jum'ati val eidayn val ihram sunnah. Ishga yetqa, jumaga va ihrom bog'lagan chaqda yuvinish sunnatdir. Va qila mustahab. Yani mazhabda ba'zi ulamolar mustahab deb qarag'an. Fa innahu yawm izdihamin. Chunki mushkullarda qattiq besiq bo'lib ketadigan, odamlar ko'p bo'lib ketadigan kunlar. Fa yustahabbu kay la yata'adha al-ba'd bi ra'ihati al-ba'd. Shuna kishilar bir-biriningki tar puruqi masalan va boshqa puruqlar bilan azarlanib qolmasligi uchun mustahab bo'ladi deydi. Wa adna ma yakfi min al-ma'i fi al-ghusl sa'un. Endi tarat olgan chaqda eng tuvan miqdorda yetarlik bo'ldi deb qaragan suv miqdori 1 sa deydi. 1 sa degan jumhurning qarashida 2 kilo 40 gram. Hanifi mazhabda 3 kiloga yaqinroq. 2 kilo 800 gram atrofida. Litr sundisak 2,5 litr desak bo'ldi jumhurning qarashida. 2,5 litr suv bilan yunsa eng aqalli vojib ado bo'ladigan miqdor shu deydi. Va fil wudu'i muddun. Ta'tagan chaqda 1 mud miqdori suv bo'lsa bo'ldi. Mud degan 1 saninki 4dan biri. 4dan biri bo'lgan ekan 500 gram 600 gramga yaqin bir narsa. Was-sa'u 8 artal. Endi ratl deb buni bilan o'lchab qolsak 1 sa 8 ratl bo'ldi. Wal muddu ratlan. 1 mud 2 ratl bo'ldi. Lima ruya anna nabiy sallallohu alayhi vasallam kana yaghtasilu bis-sa'i wa yatawadda'u bil-mudd. Nimush ang tuan miqdori mushu dediqsa Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan bunda rivoyat qilingan. Lima ruya emas, lima sahha desak bo'ldi. Chunki bu sahihda kelgan rivoyat. Anas radhiyallohu rivoyat qilib anna nabiy sallallohu alayhi vasallam kana yaghtasilu bis-sa'i ila 5 amdad. 1 sa degan 4 mud, ya'ni 4 bilan 5 mud atrofida suvda yunitdi va yatawadda'u bil-mud degan. 1 mud miqdori suvda tarat oldi deb Sahih Buxoriyda kelgan. Buning dalili aniq. Endi o'chaqda suv qisib olgachqa suvni shunday ayab buzib chajma ishlatdi. Thumma ikhtalafu hal al-mudd min as-sa'i am min ghayrihi. Ashu 1 mud, ashu ishlatilgan 1 saninki ishidimi yo sirtidimi dedi. Masalan, tartilishqa 1 mud ketadi dedik-ku. Yunishga 1 sa ketadi. Endi biz tartilib uningdan keyin yunitda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam degan ekan, hozir tartilishi va yunishga hammasiga 1 sa ishlatamdi yoki tartilishga 1 mud, yunishga 1 sa, demak 5 mud ishlatamdi demakchi. Ve hâdâ leyse bi takdirin lazım. Bunda jinişki bekitiş zürül emas. Hatta law asbagal vudu'a vel gusla bidun dâlike caza. Asbaga degan to'liq mukammal qilsa degan bo'ldi. Hechcha qapqanmasa degan gap. Hamma yani joyida yursa. Shu 1 soatdan az miqdordami hamma yani juyalaydigan bo'lsa, amliyatda juyanmaydi ta'simni. Juyalaydigan ahvol bo'lsa, uningda az suv ishlasin mayli. Chunki maqsad bu yerda badanni yuvish. Az su ishlatsa joiz bo'lardi. Maqsad ado bo'lsa. Walau igtasala bi akthara minhu jaza ma lam yusrif. Uningdan jiqroq suvda, masalan, hozir biz uningdan jiqroq suvda yuyinamiz. Bunda bulab qolsimi, mayli, lekin isrof qilmasam bo'ladi. Chunki isrof qilishi o'shada makruh qarildi. Qala wa la yajuzu lil muhdith wal junubi massul mushaf illa bi ghilafihi. Tart yok kişi, cünüp kişi Kur'an-ı Kerim'ni gılapsız tutsa olmaydı. Gayril müşerraz. Bu tutsa olmaydı diyen Kur'an nimasi? El müşerraz çaplı ötülgen, tiki ötülgen. Mesela ma kitaplar hazır, mukavvesi bir tutaş, ayrı olmaydı. Gılap degan şunun kapçıqı. Gılıpı deymiz, bıçağının gılıpı deymiz o. Kur'an-ı Kerim'ni sep koyduğun bir xalta,
yoki bir muqovini yondashtirib muqovil olgan bo'lsak, bu g'ilab bo'ladi. Masalan, ilib saqlanadigan, ajratiladigan g'ilab qolsa, g'ayril musharras. Ilib saqlanadigan qapchiqi yo'q ekan, yo xaltisi yoki jilddan yo'q masalan, ha. Shunda qo'shimcha muqovisi yo'q bo'lgan ahvolda tusi bo'lmaydi. Bigilafi degan, shunda qo'shimcha yo'gaydigan bir narsa bo'lib qolsa, shundan tutmas. Dalil nima? Qavlihi ta'ala la yamassuhu illa al-mutahharun. Buni poklanganlardan boshqalar tutmaydi degan mush oyat. Wala ba'sa an yamassahu bikummihi mana. Bikummihi degan yengi bilan tutsa. Yengini qo'liga kelib turib, shuni bilan, ya'ni kiyim bilan tutsa demakchi. Mush palaymi shunga o'xshash. Palay bilan yoki yengi bilan tutsa bo'ldi. Va karihahu ba'dun. Ba'zi olimlar shu yengi bilan yoki palay bilan tutishni makruh deb qaradi. Kichik tart yo'q. Junub cho'ng tart yo'q. Lekin mush masalada hamdala masuhulal mutarmush to'rt mazhabda asosan mushunda qaraydi. Ba'zi olimlar la yamassuhul mutahharun degani la yamassuhu degandiki damirni lavhul mahfuz deb qarab, chunki oldida fi kitabim maknun dedigo, al mutahharun degani farishtalar deb qarab, tarasiz tusi bo'ladi dedi. Junublarga qarta tusi bo'lmaydi deb qarasam, lekin tarasiz tusi bo'ladi deb qaraydi Alloh. ولا يجوز للجنب قراءة القرآن. جنوب كشي قرآن أقصى بميدو لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الحائد ولا الجنوب شيئا من القرآن. هيزدا ayol yoki junub kishi Qur'ondan hech nimani o'qimaydi degan bo'g'ashqa. Mana bu hadisda o'qimaydi dedi, ha? Bu hadis aciz. Yani başka yollarını çıkıp ekeyen çağırdı bek küçep delil kıysak hasenli gayri buluşu mümkün. Özü hasen derecesi mi emez. Buna varken hepim mezhep bu için delil kıldı. Ve anı tahavi ennehu yecuzu lehu ba'du aya. Hani bir mezhep hadis alimlerden İmam Tahavi, akide Tahaviye'ninki muallifi, bu kişinin şu kalanın as tarafında İmam Şafii yaki şu İmam Leyth diyen cayda kabrisi var. Bu kişi de to ennehu yecuz lahu ba'du ayet. Heyzda ayal yak junub kişi ayetinin da bir kısmı. Mesela in kuntum junuban fattaharu yak in kuntum junuban fattaharu. Yendek bir ayetin bütün emas yerimden ya bir ibarini okusa meyle deptu. Vel hadithu la yufassıl. Vel hadithu la yufassıl diyen muş ibare hazır İmam Tahavi radiyah. İmam Tahavi bir ayetni to'liq o'qimaydi, bir ibardan o'qisi bo'ladi. Mesela ki ustozi tinchayotib shogirdiga topolmagan, ya'ni xato qo'yganda bir ibarani deb bersa, luqmasab bo'ldi degandek. Bunda qaragan bo'g'achqa muhaddisni biz dalil deb ko'rsatgan ekan, shay'an minal Qur'on dedi. Bunda yarim oyat ya bir oyat deb tafsili bayon qilgan ekan, yarim oyat o'simi o'qisi bo'lmaydi demakchi. ولا بأس بأن يقرأ شيئا منه لا يريد به القرآن. Kur'an o'qiyma, Qur'on o'qitma hozirda unda emas, lekin boshqa bir zikr, tasbih aytish masalan. Ma mazmunda bir oyatni o'qib qolsa mayli deydi. Masalan bir ishni qilmoqchi ekan bismillahirrohmanirrohim debdi. Yoki so'zlamoqchi ekan masalan alhamdulillahi robbil alamin debdi. Yoki duo qilmoqchi ekan Kur'an kendi ayet kelgan bazı dualarni Kur'an o'qish maqsadida emas, duo qilish maqsadida o'qigan bo'lsa, mayli degan. Endi o'sha Kur'an yodlayotganlar, Kur'an o'qiyotgan va o'qitayotganlar bularni o'qish to'xtab qolmaslik uchun Hanifi mazhabda shu ojizroq hadisga tayangan bo'lsa-mu, lekin innal mu'mina la yanjus degandek sahih hadislar bo'lg'achqa junub bo'lsa bo'lmaydi deb junub degan bir soat kechikib qolsa mayligacha yuyinsa o'qiladigan bo'ldi. Lekin ayizda masalan 5 kun 6 kun o'tirib ketgan ahvol bo'lg'achqa Qur'on yodlashi va o'qitishi to'xtab qolmaslik uchun Ibn Abbas radhiyallohu anhuning fatvosi va bu masalada, ya'ni Imom Malikning bo'ludi degan qarashi va hatto Imom Ibn Taymiya rahmatullohi alayhiningki agar yodlig'ini unutib qilishidan ansirab qolsa, hezda odatini o'qishi vojib degan qarash bo'lg'achqa biz bularni diyorimizda Qur'on yodlab
o'qitib qilayotganlarga o'qiyasi bo'ldi. Palaki yo'lib yoki g'ilib bilan tutib o'qisi bo'ldi deb kulyapmiz. Wa yajuzu lahu adh-dhikru wat-tasbih wad-du'a. Junub ya izdar zikr qilsa, subhanalloh masalan, alhamdulillah, tasbih, duo qilsa bo'lardi. Ya'ni Qur'onning iborasidan boshqa ibora bilan qilsa demoqchiman edi. Ey Alloh, unda bir iltifot qilsa, duo qildi masalan. O'zining iborasi bilan, tasbih qildi o'zining iborasi bilan, zikr qildi o'zining iborasi bilan. Lekin yuqorida ash zikr tasbih qilsin Qur'ondagi ba ibora bilan, oyat bilan, shunda zikr tasbih qilsin mayli dedi. Yerdan da o'zining iborasi bilan zikr tasbih duo qilsa mayli bo'lardi. Li'annal man'a warada anil Qur'ani khassa. Chunki cheklash bu yerda faqat Qur'on Karimdan cheklab keldi. Qur'on o'qimaysa deb, uning boshqa duo tasbih zikrlar cheklanmaydi. ولا يدخل المسجد إلا لضرورة. Hayızda ve junub kishi masjidga zurul ish olmasa kirmaydi. Liqavli sallallohu alayhi vasallam la uhillul masjida li junubin va la haidin. Junubga hayizdaga masjidni halol qilmayman, kirishga ruxsat qilmayman degan. Yuqori hadis hasan darajalik hadis. Fa in ihtaja ila zalika tayammam. Agar masjidga kirish zaruriyat bo'lib qolsa, tayammum qilib o'tib, ondan kirdi. Yak so'lab qolsa kishi tartilib kirdi desak bo'ldi. Li'annahu taharatun 'inda adamil ma. Chunki tayammum degan shu topolmagan chog'da bir xil pokizlanish, taharat hisoblanadigan narsadir. Va innama fil masjidi fa ajnaba. Unda masjidda uxlab qolgan, masalan ba'zi etkab turgan ahvollarda yoki masjidda qaramilib turgan ahvollarda junub bo'lib qolsa qanday qiladi bo'lsa, qila la yubahu lahu al-khuruj hatta yatayammam. Tayammum qilmay chiqmaydi. Ya'ni hozir chiqish uchunmi shu masjiddan chiqib menish kerakda. Undan keyin turgan joyida tayammum qilib o'tib, ondan mangdo demoqchi. Vaqila yubahu. Ba'zilar yo'q, tardag'i chiqyapti bo'ldi debdi. Ana shu hayzdaninki masjidga kirish masalasi. Islom masjidlarda namoz o'qish uchun kirmaydi desak, undan boshqa islom tabliğ bo'lgan, va'z nasihat bo'lgan, islom tashviqot bo'lgan ahvollarda kirsa bo'lamdi, bo'lmamdi degan masalada shu dalillar shunda bo'lg'achqa olimlar ishqil qarash bo'lib qolgan. Hozir akagan hadis hasan darajalik hadis. Ba'zilar o'tib ketishga ruxsat qilgan, masjidning o'rtasi bo'lmaydi deb. Ba'zilar masjidning namoz o'qiydigan xonqosi masalan, asos joyda emas, hovlisi ya ikkinchi qavat qo'shimcha bir supa masalan, shunda joylar bo'lib qolsa, ashar o'tirdi deganlar bor. Yana shu bayt namoziga chiqish masalasida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uyda o'tirgan ayollarga hayzda holatdami shu maydon, bayt namozini maydonda o'qiydi. Maydonga chiqsin deb buyurgan. Kiyimi yo'q ayol bo'lib qolsa, sirtda kiydigan kiyim yo'q. Burunqi vaqtdan namratchilikda shunda yo'q ahvolim bor. Kiyimi abayisi yo'qlar bo'lib qolsa, endiki tuqqanlari ya tunishlari abay berib tursa, chiqsin, musulmonlarningki jamoatini ko'rsin, musulmonlarning duo talab va islom tashviqoti xutbasi masalan shuni anglasin. Lekin namoz o'qiydigan yerda turmay, bir chetda tursin degan hadislar bor. Yani musulmonlar jamoatini shunda hayit namozni ko'rsimi, ba'zi musulmonlar oz sonliq bo'lgan bechora jutlarda musulmonninki yuragi sal jallangan gap. Musulmonning soni hammadan zikr tasbih takbir aytib namoz o'qiyotganlar bo'lsa, sal qo'rqmaydigan, kafirlar bizni bak bo'za qilib ketmagidek degandek bunda bir foydali tarafim bordi. Islom tashviqotini anglaydi, duo talabga qatnashadi. Lekin aytgoh, ayt namoz o'qiydigan joyni aytgoh deymiz. Aytgohning o'zida namoz o'qiyotganlar qatoriga tizilib turmay bir yoqida turtirdi degan. Bu ma'noda shu o'rinni deb qolsak, masjidga kirsa bo'lmaydi degandek mazmunni ko'rsatish mumkin. Lekin hozir sharoitda bizning diyorimizda bu masjidga kirib tashviq anglash o ishlar yo'q. Agar bo'lib qolsa, shunda bir ho'ylisi, supsi, ya qo'shimcha bir ho'yli aramlarda turib musulmonlarningki duo talablari va islom tashviqotidan bahramand bo'lsa bo'ladi. Wal haidu wan nufasa'u kal junubi fi jami' zalik. Yuqori qishlarda hayzda olsun, nifaslar ayol olsun, nifaslar ayol deganimiz shu tug'utdan keyin qon kelayotgan ayol.
Bu junubga o'xshash yuqori ishlarni ham istadi. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Tushunga yalbama. Tarih amma o'qishimi bo'ldi. Gerçi to'rt mazhabda tarih bilib o'qish lozim degan bo'lsa-mu, lekin tarixsiz o'qishim bo'ldi. Tarix bilan o'qish afzal, tarixsiz o'qisa joiz.